Vodiy ichiga dastlabki ustonovka, vodiydan tashqariga upakovka holatda manzildan uyigacha olib borib beramiz. Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan men xizmatchingiz Sobirov Isroiljon. Sizlarni Sultan Mebelda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Yaqin 6 minut davomida xudo xolasa juda chiroyli bo'lgan spalni garniturlarni ustani o'zi bilan birgalikda Hoji akam bilan video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha vaqtingizda olmagan holatda siz bemalol o'tirib issiq uyingizda obzorlarni ko'rishingiz mumkin. Kanalda agar yangi bo'lsangiz obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sababi bu kanalimizda ustani o'ziniki kanal, hech qanaqa o'rtada olib sotadigan boshqa yo'q. Bemalol telefon qilib o'zidan xarid qilishingiz mumkin. Narxlarni ham o'zi bilan kelishasiz. Qolgan ma'lumotlarni ustani o'zi beradi. Hozir turgan joyimiz Andijon Mebel markazi. Kimdir kelmoqchi bo'lsa, telefon nomer ekranning past qismida turibdi. Telefon qilsangiz Telegramdan lokatsiyasini ham ustani o'zi tashlab beradi. Qodirjon aka, anchadan beri ko'rishmadik. Kanaldagilar ham menimcha sog'inib qoldi. Katta videolarda, kichkina videolarda Hoji akam o'zi qo'ldan kelgancha qo'yib harakat qildi. Shortslar. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa va'da beramiz, har 2-3 kunda bir yoki har kunimi katta video ham joylab. Bundan tashqari har kuni qo'limizdan kelgancha jonli efir orqali barcha turdagi mebellarni video obzorini qilib berishga harakat qilaman. Buning uchun sizlardan aktivlik kerak. Shu videoga ko'proq like bosib, kommentariyada yozib qo'ysanglar, yana sizlarga qanaqa mebellarni obzori kerak, jonli efirlarda jonli ko'rib, ustani o'zidan xarid qiladigan qilamiz. Faqat bunga aktiv kerak, ustadan ruxsat olishligim uchun, chunki kanal ustani o'ziniki. Xo'p, menimcha qo'shimcha ma'lumotlarni berib bo'ldik hammasini. Usta, qaysi biridan boshlaymiz obzorni? Boshlayveramiz mana shu. Shundan boshlaymiz. Istanbul modelimiz. Istanbul modeli bu shortsda juda ko'p aylanyapti. Ko'p sotilayotgan modellar. Ko'p sotilayotgan modellar. Bir chekkadan olib videoga. Xo'p, shkafidan boshlaylik. O'zingiz mendan ko'ra ustaroqsiz. Xo'p, shkafidan boshlaydigan bo'lsak, pashti ustaga shogird bo'lib qoldim. Sexida ko'p yuraman, bilaman. Hali jonli efir orqali xudo xolasa sexlarni ham aylanamiz. Buning uchun yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sexlarni ham birgalikda borib ko'ramiz. Stanovlar hammasi o'zida yetarli. Bulardan ham tayyorlari ham turadi. 5-6 komplektdan tayyorlari ham turadi. Magaziningiz bo'lsa ham bemalol klientingiz hozirga desa hozirga ham yetkazib olib beradi, xudo. Telefon qilsangiz, uje uyingizda bo'ladi mebel. Xo'p, shkaf aka bo'yiga 215. Ha. Bu yoqi 255. 215, eniga 255. 85 dan 3 ta korpus. 85 dan 3 ta korpus alohida bo'ladi. Uyga olib kirib olib chiqqani ham mobodosh yotoqxonangizcha kichikroq qiladigan bo'lsa, bu 2 ta korpusini yotoqxonangizga qo'yib, bittasini boshqa xonaga qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu erkaklar taraf kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan, tepasiga zo'r mana shu qo'shimcha qo'shilibdi. Zo'r bo'libdi mana shu narsa. Bosh kiyimlar uchun. Bosh kiyimlarga. Bosh kiyimlarga. Korpus qismi laminat displey, POH kromka, 100% POH krom. Betlilar MDF. Fasadlari MDF, 100% krashinli. Krashinli MDF bo'ldi. O'rtasini ochib ko'rsatamiz. Tepasida sefi bor, o'rtasi polkali qilib ishlangan. Chuqurligi necha usta? Yo'q. Ikkita cheka 52, o'rtani 45 qilganmiz. Sababi nima 45 o'rta deb tushunmovchilik bo'lib qolmasin. Materialga krom qilish emas. Mayer oraliq kattaligini hisobiga. Mana ko'p narsali, og'ir narsa endi har xil holatda bo'ladi-da uyda. Joy katta ekandek og'ir narsa qo'ysa, men o'zidan nimasini qochish hisobiga mos qilib qo'yganmiz. Lekin bunga ham ko'p narsa sig'adi. Jam bo'lishi mumkin. Endi o'zi xohlab necha desa qilib berish imkoniyati bor. Magazin emas, sex. Lekin mana shu holat bizga qulay. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu taraf ayollarga mo'ljallangan, ya'ni uzun ko'ylaklarga tepasida buni ham bosh kiyim qo'yadiganlarigacha qilib qo'yibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Chekalari faton, o'rta aynali qilib ishlangan. Buni tryumosi juda boshqacha tryumo ishlangan. Ikkita korpus alohida ham bo'ladi. Mana bu yerdan qatirilgan. Buni bitta qo'yiladi. O'zi asli erkak, ayol talashib qolmaydi. Biz uyda aka to'g'risi juda muammo mana shu tryumo. Tryumoda oldi doim zayn to'p qoladi qarashga. Mana bu yerda yechim bor. Erkaklar taraf, ayollar taraf. U yog'ini o'zingizlar kelishib olasizlar xullas. Tepasida bitta tortmasi bor. Tortmalari ham juda yumshoq, ochilib yopilishlari vakuumli qo'yilgan. Pastda eshigi bor, bitta polkasi bilan ko'rishinglar mumkin. Buni o'zi ham bitta sandiq. Bemalol narsalar qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda ham bitta alohida tortmasi bor. Sensorli o'chib yonishi ko'rishinglar mumkin. 3 xil svetda o'chib yonyapti. Sultan Mebel brend. Bu ham ketdi. Demak, buniki ham korpuslari laminat displey,
kromka, chekalari PVH, yuza qismi MDF. Spalniga keladigan bo'lsak, spalnisi usta tumbadan tumbagacha necha edi? 270 275. 275, 280 joylarga tushaveradi. 280 joyda egallaydi. 280 joyda egallaydi. Bosh taraflari mягкий, Moshi materiallardan moshi ishlangan. material. Yuvib ishlatsa bo'laveradi. Zo'r. Buni ham chiroqlari 3 xil svetda yonib o'chadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Soatga ham to'g'rilab nastroyka qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Soatini ham ko'rsatib turadi vaqtini. Bunda ham ikkita tortma qo'yilgan. Mana dezgan bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli qilib ishlangan. Matrasimiz 180 ga 220. 170 ga 220. 170 oldi, Ha, 170 ga 220. 170 ga 220, 3 yil garantiyasi bor, talonlarigacha bor. Yaqinroqdan olib qo'yasiz. Yaqinroqdan ko'rsatib qo'ylar. Xuddi shunaqa holatda ketadi matras, talonlar. Spalniyni tagini ochib ko'rsatamiz do'stlar. Spalniyni tagi bir dunyo narsa bemalol sig'ib ketadi. Taglarigacha yopib qo'yilgan. Har xil sichqonlar, zararkunandalar kirmaydi, xudo xolasa. Mana shu holatda bemalol ana kuya yeydigan materialdagi kiyimlarni ham saqlasanglar bo'laveradi tagida. Buni yopib qo'yamizda, sofasiga o'tamiz. Sofasini ham sonda sifatida foydalansanglar bo'ladi. Xullas bu komplektni olgan odam sandiq olmaydi ekanda. Sandiq ichida. Hamma yo'g'i ichida. Qo'shimcha spalnitdagi bitta salkam shkaf degani. Shkaf. Tagi shkaf. Mягкий qilib ishlangan. Fasadlari ham Dubayno ishlangan buni. Dubayno ishlanib. Agar siz uyingizga bu sofa sig'maydigan bo'lsa, buni olib qolaveramiz, usta. Olib qolsa ham bo'ladi, olib qolsa ham bo'ladi. Xohlagan joyga qo'yib olsa ham bo'laveradi. Ko'tarib bir yonboshlariga qo'ysa bo'laveradi. Eshikdan kirishga, misol oq kiyim kiygani ham ishlatsangiz bo'laveradi. Zo'r. Xo'p, usta nech pul chiqaramiz endi buni? Obunachilarga bitta yangilik qilib. Buni yo'lda qilib chiqarib beramiz, arzonroq qilib, telefon qilsa nima qilinaveradi. Hozir narxini aytib qo'ysak, telefon qilishsa yana nima qilamiz? Endi bu maloshniy sveti. Bu maloshnisi, xuddi shu delfin svetni maloshnisi, hamma joyi bir xil, razmerlari ham hamma yo'g'i, faqat rangi boshqacha, fotonlari gold qilib qimmat ranglardan ishlatilgan. Bu ham hamma narsasi shu bilan bir xil. Materiallari ham moshi, yuvib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Buniki ham spalniyda tagi polniy ochiladi. Ochib ko'rsataman. Hoppa. Mana do'stlar. Taglarigacha PVH kromka urilgan, dazmol kromka umuman ishlatilmagan ishga. Qo'llari ham dispdan qilingan. Display laminat. Rossiyskiy. Shkaflari hozirga yana bir qator ko'rsatib qo'ysangiz, shkaflarni ham ichini bitta ko'rsatib qo'yamiz. O'rtasi polkali, tepasida seyflari bor. Xo'p, bu chekasini ochib ko'rsatamiz. Bu chekasi erkaklar tarafi. Bu tarafi ayollar tarafi. Agar uyingizga sig'maydigan bo'lsa, mabodo yotoqxonangizga sig'masa, buni boshqa xonaga olib chiqib, ikkalasidan foydalansangiz keyin yana bir tomon ma'lumot. Joyim katta meni 3,5 metr, 4 metr deydigan bo'lsa, mana korpus 3 ta korpus hisoblanyapti. 4 ta korpus qilib qo'ysa 85 sm yana qo'shilaveradi. Yo'q, joyim kichkina desa, bittasini olib qo'yilsa, fasoni o'zgarib qolmaydi. To'g'ri. Bir-biriga bog'liqlik nimasi yo'q. To'g'ri. Boshqa fasonlarda hali ko'rib chiqamiz. Bir chekasini olib qo'ysa, haligi ko'rinishi buzilib qoladi, bir xil fasonlar. Bunda unaqa narsa degan narsa yo'q. Qo'shsa ham 8 qanot qilib berdik ko'piga, 9 qanot qilib berdik, 4 metrgacha moslab berdik. 4 qanot qilib berganlarimiz ham bor. Shunga holatga joyiga moslasa bo'ladi. Bo'yini, enini moslab chiroyli qilib bersa bo'ladigan holatda. Klientlar shu telefon qilish qoldi, xolos menimcha. Narxiga kelsak, buni shortslarga qo'ydik. 11,5 million qo'yganmiz ko'piga. 11 million 200 ming qo'ydik. 11 million so'm qilib beramiz. 11 million so'm demak, xohlang bu rangida. Endi manziliga qarab yetkazib beramiz. Vodiy ichiga dastlabki ustonovka, vodiydan tashqariga upakovka holatda manzildan uyigacha olib borib beramiz. Upakovka holatda. Hozir shunda dastavkasi bepul bo'lyapti. Bepul, 11 million ichida. 11 million so'mda dastavka bepul bo'lyapti. Vodiy bo'yicha ustanovkasi ham bepul. Vodiydan tashqariga Isuzu'larni chiqaramiz. Manziliga olib borib beraman. Sababi bitta usta qo'shib bersam, men
bir hafta, 3 to'g'ri. kun, 4 kun bitta shogirdimni vaqtini yo'qotib qo'yaman. Shuning uchun vodiydan tashqariga ustanovkamiz yo'q. Faqat upakovka holati dastavka. Ha. U yog'iga mabodo o'z usta chaqirib o'z yig'diradigan bo'lsam, video yozib orqali agar tushunmagan joyi bo'ladigan Sxemasi bo'lsa, bor, chiqarib qo'ydik. Har xil ha. 3D variantlarda chiqarib qo'ydik. Shularni beramiz. tashlab beriladi. U muammo bo'lmaydi. Ko'p holatda sxemani so'rashdi, telefonni tushuntirib turdik. Shuni keyin tagiga yetib sxemalarni chiqarib qo'ydik to'liq. Gap bo'lishi mumkin. Agar shurpayor ishlatishni bilsangiz, o'zingizdan yig'a oladigan holatda sxemalari chizib bor. qo'ydik. Tayyor bu yerda. Telegrammaga tashlab beramiz и upakovkaga qog'oz holatda chiqarib qo'shishni yo'lga qo'yyapmiz hozir. Har bitta tumbaning ichidan tumbani sxemalari chiqadi. Shkaptikdan shkaptik chiqadi. Ha, sxemasi tayyor o'zidan Tayyor chiqadi. Voy malak. Pachkaning ichiga solinadi upakovka. Shunisi zo'r bo'libdi. Yangilik, bu endi ko'p talab bo'ldi shunga. Shuni hisobiga. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, bizda endi hozircha shuni obzor edi. Ertaga ko'rishingiz mumkin. Bu komplektimizni obzorini. Agar qiziq bo'lsa, laykni ko'paytirib, kommentariyalarda yozib qo'yinglar. Buni ham bir qator obzorlarni qilib sizlarga namoyish qilamiz. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling. Usta, sizga ham rahmat. Telefon qilaverasizlar. Ustaning o'zini telefon nomeri o'zi xudo xolasa sizlar bilan bog'lanadi. Siz oxirigacha bizni ko'rganingiz uchun sizga alohida rahmat.